Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajan. Bugun 10-oyning 8-kuni juma. Hammanglarning bugungi muborak juma kuni xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmasining tafsilotida bo'lsin. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligi tarafidan uyushtirilgan 13-navbatlik Dunya Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashuvi va 4-navbatlik Sharq Turkiston Milliy birlik shurosi bugun, ya'ni 8-oktyabr kuni Bosniyaning Sarayevo shahrida boshlandi. Yig'inga Amerika, Kanada, Germaniya, Fransiya, Shvetsiya, Norvegiya, Finlandiya, Gollandiya, Rossiya, Avstraliya, Qozog'iston, Saudiya Arabiston va Turkiya qatorliq davlatlardan taklif qilingan Uyg'ur tashkilotlarining mas'ullari, tadqiqotchilar, diniy ulamolar va ziyolilar bo'lib jami 120 kishi qatnashdi. Mazkur yig'inga qatnashish uchun 7-oktyabr kuni Germaniyadan Sarayevo shahriga yetib kelgan Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqin Ayza apandim bu jarayonda Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining raisi Hidoyatullo O'g'uzxon va boshqa tashkilot rahbarlari bilan ayrim suhbat elib berib, Dunya Uyg'ur Qurultiyi bilan Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligi o'rtasida bundan keyin elib beriladigan hamkorlik munosabatlari haqida maxsus muzokara elib bordi. Dunya Uyg'ur Qurultiyining muavin raisi doktor Erkin Akram va Qurultiyning bosh taftishi Abdul Hakim Idris apandilarmu Dolqin Ayza apandimga hamroh bo'lib, bu navbatlik yig'inga alayda taklif bilan ishtirok qildi. Mazkur yig'inda nuqtali holda Xitoy Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik elib berayotgan Sharq Turkiston masalasi xalqaralashgan bugungi kunda Uyg'urlarning erkinlikka erishishi uchun elib beriladigan ishlar to'g'risida muhokama va muzokaralar elib berildi. 3 kun davom qiladigan bu yig'inning birinchi kuni, ya'ni 8-oktyabr kuni Sarayevo shahrining markazida Uyg'urlarning hozirgi ig'ir vaziyati aks ettirilgan rasm ko'rgazmasi bilan muxbirlarni kutib olish yig'ini chaqirildi. Mazkur yig'inda 9-oktyabr kunidan e'tiboran xalqaro siyosiy vaziyatning talab va taqozzosiga mos holda strategiyalik plan tuzish uchun tafsiliy muzokara elib beriladi. Har yili bir qitim o'tkazilayotgan Dunya Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashuvining birinchi navbatligi 2009-yili Istanbulda ochilgan edi. Bu qitim mazkur uchrashuv tunji navbat Turkiya sirtidagi boshqa bir davlatda o'tkazilgan. Amerika Oqsaroyi chorshanba kuni kechda bu yilning oxirigacha prezident Jo Bayden bilan Xitoy davlat raisi Shi Jinpingning sin orqali ko'rishadiganligini e'lon qildi. Maliya vaqti gazetining xabar qilishicha yuqoridagi bu ikki rahbarning ko'rishi oldingi kuni Amerika prezidentining davlat bexatarlik ishlari maslahatchisi Jek Sullivan bilan Xitoy tashqi ishlar ishxonasining mudiri Yang Jiechi orasida elib berilgan uchrashuvda kelishim hosil qilinganligidan keyin e'lon qilingan. Maliya vaqti gazeti prezident Jo Bayden bilan Shi Jinping orasidagi bu sin uchrashishini Jo Baydenning Xitoy bilan bo'lgan munosabatni yaxshilaydiganligining tunji belgisi deb baholagan. Amerika prezidentining davlat bexatarlik ishlari maslahatchisi Jek Sullivan 6-oktyabr kuni Shveysariyaning Zurix shahrida Xitoy Kompartiyasi siyosiy byurosining a'zosi, Xitoy tashqi ishlar ishxonasining mudiri Yang Jiechi bilan suhbatlashgan. Ikki tarafning suhbatlarining konkret mazmuni tilga ilinmagan bo'lsa-mu, ularning suhbatida Uyg'urlar masalasi, Hong Kong masalasi va Tayvan bo'g'izidagi vaziyat qatorliqlarning muhim tema bo'lganligi bildirilgan edi. Reuters agentligining 7-oktyabr e'lon qilgan maxsus xabardan ma'lum bo'lishicha, Amerikadagi tizginak hesab sotadigan universal elektron mahsulotlari shirkati yuzlagan Uyg'ur ishchisini Xitoyning janubidagi Chinjao shahriga joylashgan zavodida ishlashga yutkash haqida Sharq Turkiston doiralari bilan kelishim tuzgan. Mazkur shirkat buni o'z Reuters agentligiga dalillagan bo'lib, bu Amerika shirkatining majburiy emgakka chetilganligiga oid tunji dalillangan voqea ekan. Ma'lum bo'lishicha, bu tizginak shirkati Sony, Samsung va Microsoft, LG qatorli xalqaro televizor va texnika shirkatlarini tizginak bilan ta'minlaydigan shirkat bo'lib, ularning oz deganda 400 nafar Uyg'ur ishchini yollaganligi va bu ishchilarning Xotan shahridan kelganligi oshkorlangan. Universal elektron mahsulotlari shirkatining Reuters agentligiga deb berishicha, shirkatning Chinjaodagi zavodida hozir 365 nafar Uyg'ur ishchisi ishlaydi ekan. Biroq shirkat bu Uyg'ur ishchilarning boshqa Xitoy ishchilarga o'xshash muomaladan bahramon bo'ladiganligini, ularga majburiy emgakchi qatorida muomala qilinmaydiganligini ilgari surgan. Halbuki Chinjao va Sharq Turkistondagi yerlik amaldorlarning so'zlari hamda hukumat uqtirishi va yerlik taratqularning xabaridan oshkorlanishicha, bu Uyg'ur ishchilar Xotan shahridagi Chinjaodagi zavodga soqchilarning boshqarishida aeroplan orqali yo'tkalgan va yo'tkash haqqini Uyg'ur rayonlik hukumat doiralari to'lagan ekan. 2020-yili 2-oyda Chinjao soqchisining ijtimoiy aloqa hisobotiga yo'llangan uqtirishdimi buning rostligi isbotlangan. Chinjao shahrining hukumat uqtirishi va yerlikdagi davlat taratqularida e'lon qilingan bir qism xabarlardan bu zavoddagi Uyg'ur ishchilarining davomli soqchilarning nazorati ostida ishlaydiganligi ma'lum bo'lgan bo'lib, mazkur xabar e'lon qilingandan keyin zo'r inkas qo'zg'adi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi Reuters agentligining bu vaqtdagi ziyorat talabini rad qilish bilan birga Uyg'urlarga majburiy emgak siyosati yurgizayotganligini inkor qilgan. Amerika tashqi ishlar ministrligi agar shunday bo'lgan taqdirda, buning Amerikaning majburiy emgak va odam atkazchiligiga munosabatli qonunlarga xilof ekanligini bildirgan. Atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik hukumat buningga texi inkas qaytarmagan.
6 oktyabrda Rossiyaning Regionum axborot agentligida e'lon qilingan Amerika Afg'onistondan ketgandan keyin Sharq Turkistonda Xitoyning xususiy harbiy birlashmalarining paydo bo'lishi mumkinmi degan maqolada aytilishicha, Tojikistonning Xitoyning Sharq Turkiston bilan chegirdosh rayonidagi tog'liq Badaxshan avtonom oblastida chegara punktlari qurayotgan bo'lib, u yerga Xitoy armiyasining yo bo'lmasa Xitoy qurolli soqchi qo'shinlari kirib turadi ekan va Uyg'ur eliga kiradigan barliq yo'llarni kontrol qilib turadi ekan. Buning baliqi Xitoy, Tojikiston, Afg'oniston va Pokiston bosh shtablari boshliqlari orasidagi kelishim bo'yicha amalga oshiriladi ekan. Bugungi kungacha Xitoy o'zining Qozog'istondagi iqtisodiy loyihalarini qo'g'dash maqsadida Qozog'iston hukumati bilan muzokaralarni yurgizgan bo'lsa-mu, ammo buning oxirigacha amalga oshirilmaganligi o'tirg'i qo'yilmoqda. Maqolada aytilishicha, Sharq Turkistondagi Xitoy qurolli kuchlari qismlarining qo'lida ilgirki darajada bo'lmasa-mu, lekin keyingi vaqtlarda uning xeyli kuchayganligi e'tirof qilingan. Bo'lib, Xitoy Afg'oniston hokimiyati beshiga toliblar kelgandan keyin o'zining Sharq Turkistondagi harbiy kuchlarini qayta qurollantirishga muvaffaq bo'lgan va boshqa mamlakatlarning harbiy qudratidan qilishmaydigan holatga keltirgan. Shundaqla Xitoy o'zining Qozog'iston va Qirg'izistondagi iqtisodiy manfaatlarini qo'g'dashga bu alladagi Xitoy xavfiga qarshi harakatlarning asosiy jihatdan Xitoyning Sharq Turkistondagi bostirish siyosatiga noroziliklarning kuchayotganligini qo'shilib bo'layotganligini bildirgan. Dunya Uyg'ur Qurultiyi markaziy organining bugun stansimizga bildirishicha 7-navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyi tövandagi organlardan tarkib topadi. Dunya Uyg'ur Qurultiyi vakillar Qurultiyi, Dunya Uyg'ur Qurultiyi raisligi, Dunya Uyg'ur Qurultiyi ijroiya komiteti, Dunya Uyg'ur Qurultiyi taftish hay'ati, Dunya Uyg'ur Qurultiyi fondi, Dunya Uyg'ur Qurultiyi ijroiya komiteti tarkibidagi komitet va markazlar, Dunya Uyg'ur Qurultiyining tayinlangan alohida xodimlari, Dunya Uyg'ur Qurultiyi vakillar Qurultiyi Qurultayning eng oliy huquqli organi bo'lib, vakillar Qurultiyi 207 nafar rasmiy vakil va 87 nafar kandidat vakildan tashkil topadi. Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisligi Qurultayning rasmiy vakil va kandidat vakillari tomonidan saylab chiqilgan 1 nafar rais va 3 nafar muavin raisdan tashkil topadi. Qurultayning muavin raislari tövandagi sohalarga mas'ul bo'lib, raisga yordamlashib ish ilib boradi. Har bir muavin rais Qurultay vakillari ichidan yoki sirtidan muvofiq sonda maslahatchi va yordamchilarni vazifaga qo'yish huquqiga ega. Qurultayning siyosiy va strategiya ishlariga mas'ul muavin raisi, Qurultayning tashkiliy ishlariga mas'ul muavin raisi, Qurultayning xalqaro tashkilotlar va hukumatlar bilan bo'lgan tashkiliy aloqa xizmatlariga mas'ul muavin raisi, Dunya Uyg'ur Qurultiyi ijroiya komiteti 1 nafar rais va 4 nafar muavin rais va ijroiya komiteti tarkibidagi 15 xizmat komitetining mudirlaridan tashkil topadi va bular Qurultay vakillari tomonidan saylab chiqiladi. İcraiya komitetining har bir muavin raisi ayrim holda ijroiya komiteti qarmog'idagi 3-4 xizmat komitetiga mas'ul bo'lib, ijroiya komiteti raisga yordamlashib ish bajaradi. Dunya Uyg'ur Qurultiyi taftish hay'ati 1 nafar bosh taftish va 4 nafar muavin bosh taftishdan tarkib topadi. Muavin taftishlar har qaysi rayonlar bo'yicha bosh taftishga yordamlashib vazifa o'taydi. Taftish hay'ati Qurultay vakillari ichidan har qaysi davlatlardan o'z yordamchilarini vazifaga qo'yish huquqiga ega. Dunya Uyg'ur Qurultiyi fondi 1 nafar rais va 2 nafar muavin raisdan tashkil topadi va Qurultay vakillari tomonidan saylab chiqiladi. Muavin raisning birisi Uyg'urlik badali va har xil shakldagi iyon to'plash ishlariga mas'ul bo'ladi. Yana bir muavin rais xalqaro fondlarga yangi proyektlar sunib, iqtisodiy yordam olishga mas'ul bo'ladi. Qurultay fondi raisi har qaysi davlat va shaharlarda vakillar ichi va sirtidan o'z yordamchilarini vazifaga qo'yish huquqiga ega. Dunya Uyg'ur Qurultiyi ijroiya komiteti qarmog'idagi tövandagi 15 komitet va markazlarning mudirlari Qurultay vakillari tomonidan saylab chiqiladi. Muavin mudirlarning taklif qilishi va ijroiya komitetining tasdiqi bilan vazifaga qo'yiladi. İnsan haqlari komiteti, Ishki ishlar komiteti, Xitoy ishlari komiteti, Diniy ishlar komiteti, Ayollar komiteti, Yoshlar komiteti, Sahiya komiteti, Ekologiya komiteti, Ma'rif komiteti, Madaniyat komiteti, Qonun komiteti, Tashviqot uchur markazi, Muhojirlar markazi, Tadqiqot markazi, Nashriyot markazi, Dunya Uyg'ur Qurultiyining tayinlanadigan alohida xodimlari Qurultayning xizmat ehtiyojiga qarab Qurultay raisi tomonidan vakillar ichi va sirtidan vazifaga taklif qilinadi va ijroiya komitetining tasdiqiga sunadi. Bular tuvandikicha: maslahatchilar, bayonotchilar, kotib, arxiv bo'limi mudiri, rayonlar bo'yicha alohida vakil, sohalar bo'yicha alohida vakil, Qurultayning har qaysi davlatlardagi maxsus ishxonalarining mudirlari. Hurmatli ko'ruvchilar, Uyghurda Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər pirugrammısını diqqətinizə sunduq. Keyin qaytamoq proqramımız görüşəyli. Görüş yaman boğaysılar. Xeyri xoş.